Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. YouTube uchun Google AdSense hamyonimizda kashalogimizda pin kodi Amerikadan 14 kun deganda yetib keldi. Bugun sizlar bilan buni raspakovka qilamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana adresimni tasdiqlashim uchun bu juda zarur narsa. Buni kirgizmasak biz AdSense hamyonimizdan pul chiqara olmaymiz. Buni ochamiz. Tekrar olur. Tamamı da diğer işlemler bu. Tamamı da bizga mana shu pin kod, 6 tali pin kod juda zarur. Instruksiyalar bilan keldi. Hop, endi buni biz birgalikda AdSense akkauntimizga kirgizamiz. Mana men lichnost, подтверждение lichnost deb qo'yganman. Shaxsimni tasdiqlaganman, lekin adresimni hali tasdiqlamagan edim, manzilimni. Mana birgalikda tasdiqlaymiz. 07 98 25. 3 marta noto'g'ri terish mumkin. 4-chisida уже kech bo'ladi. Manzillarimiz bir xil, отправить. YouTube'imiz tasdiqlandi. Endi hamyonimizdagi pullarimizni YouTube uchun chiqarib olsak bo'ladi va kartamizni qo'shsak bo'ladi. Подтверждениеdan viza kartamizni qo'shib pul yechib olsak bo'laveradi.